Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz yangi benzin plani qanday qilib aplikatlarni chiqarishni haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi benzin. Benzinga qo'shadigan aptol. Sepiga aptol kerak emas. Benzin qancha qo'shiladi? Mana 50 ga 1 yozilgan bo'lsa, sizda demak 1000 grammda 50 ga bo'lasizlar. 1000 ga 50 ga bo'lsalar 20 bo'lib chiqadi. 20 gram qo'shiladi 1 litr benzinga 20 gram aptol, qizil aptoldan. Men bundan qo'shyapman mana. Benzin oddiy 80. Motoplamiz yangi hali. Mana hozir korobkani ochdik. Yurgizib turib, mana yerdan ilib qo'yamiz. Seplarni qo'ymaymiz, gaz bermaymiz. O'zini holatida shu yarim zapravka shu 500 gram, 300 gram, 400 gram yonib o'chadi, o'zi keyin aplikatdan chiqqan bo'ladi. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar, omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Yurgizib qo'yib, bular ilib qo'yasizlar.